And Emily? Yes. Diyavol Nosit Prada. Bu shunchaki moda haqidagi film emas. Bu insonni o'zini yo'qotib qo'ymasligi haqidagi filmdir. Enzi boshida oddiy ikkilanuvchi qiz bo'ladi. Keyin u kuchli muhitga tushadi. U yerda odamlar sening mehnatingni emas, natijangni ko'rishni istaydilar. Shu jarayonda u o'sadi, o'zgaradi, kuchayadi. Lekin eng qizig'i, film muvaffaqiyat degan narsani bahosi, to'lovi borligini ko'rsatadi. Meryl Streep o'ynagan Miranda obrazi ham juda kuchli. U sovuqqondek ko'rinadi, ammo aslida u ham tizim qurboni. Kuchli ayol bo'lish uchun u hislarini yashirishga o'rgangan. Shuning uchun film ko'pchilikka ta'sir qiladi. Bir tomonda orzu, ikkinchi tomonda charchoq, uchinchi tomonda esa men kim bo'lib qolyapman degan savolga javob berish. Film so'ngida Enzini kitob yozayotganini bilgan Miranda unga shunday so'zlarni aytadi: "Men haqimda kitob yozayotgan ekansan, yozgin oxirigacha. Hammasini yashirmasdan yoz. U yerda men mana shu muvaffaqiyatimda deb bolalarimni bolaligini o'tkazib yuborganimni yoz" degan so'zlarni aytadi va oxiri ular bir-biriga qarab "Men ishimni sevaman, senchi" degan so'zlarni aytadi. Qalbingiz ishingizdan xursand bo'larkan, mazza qilib ishlang. Baribir achchiq haqiqatni aytaman, baribir siz oila bilan ishdagi balansni ushlab qola olmaysiz. Mana shunaqa gaplar. Agar postim yoqqan bo'lsa, sizdan yurakcha. Where was I?